Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Quddus Xo'jamiyarov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur Muzikалық Komiteti teatri nomidan sizlarni bugungi muqaddas bayramimiz Konstitutsiya kuni bilan chin yuragimizdan tabriklaymiz. Mana bugun elimiz asosiy qonunining qabul qilinganiga 30 yil bo'ldi. Bu biz uchun cho'ng bayram. Aslida Konstitutsiya eng oldi bilan Qozog'iston davlatining mustaqilligini, uningda yashayotgan barliq xalqlarning, millatlarning do'stligini, bir-biri bilan inoq ittifoqligini ifodalaydigan bir mash'al. Mushu turg'idan biz Qozog'istonlik Uyg'urlar o'z ona tilimizni, adabiyotimizni, tariximiz, ma'rifimiz, san'atimiz, madaniyatimizni targ'ib qilib, rivojlantirib, bemalol xotirjam yashayapmiz. Bizni insoniy huquqlarimizni Qozog'iston davlati qo'g'dayotdi. İnsan uchun, uning erkin yashash uchun buningdan ortiq baxt bo'lamdi. Konstitutsiya kuni biz uchun eng isil bayramlarning biri. Mushu turg'idan barliq Qozog'istonliklarni bugungi bayrami bilan chin yuragimizdan tabriklab, har bir oilaga xotirjamlik tilaymiz. İşlaringlarga utuq tilaymiz. Elimizning mustaqilligi мәңгілік болсын. Asmanda yelpildigan ko'k bayrog'imiz мәңгілік болсын. Bayraminglar muborak bo'lsin.